حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Yoshlik davrlarimda men ko'pincha xorijiy filmlarni tomosha qilardim. Ayniqsa action janridagi kinolarga juda qiziqardim. O'sha paytlar karate bilan shug'ullanganim bois, film oxiridagi xavfli tryuklarni qanday suratga olishgani tasvirlangan kadrlarni ko'rish menga qiziq edi. Barcha tryuklarni Jackie Channing o'zi kaskadyor ko'maksiz bajarar edi. Meni uning jismonan baquvvatligi va epchilligi hayron qoldirar edi. Shu boisdan ham uning filmlarini tomosha qilish o'zgacha maroqli edi. Bir kuni Jackie Chan juda xavfli tryukni bajarganini guvohi bo'ldim. U har bir urinishni kaskadyorning yordamisiz bajarardi. Keyinroq Jackie Chan mana shundan so'ng og'ir jarohat olganini va bir necha oy davomida shifoxonada davolanganini aytdi. Shuni eshitgan zahotim men yig'lashga tushdim. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmagan ushbu kishi mana shu kabi syomkalar tufayli tanasining sog' joyi qolmaganini aytayapti. Vaholanki bu kabi hayot uchun xatarli jarayonlarda kaskadyordan foydalanishi mumkin edi. Lekin tomoshabinni rozi qilish uchun va rolini mukammal ijro etishi uchun u jiddiy jahd qilib o'zini qurbon qilyapti. Men esa musulmon bo'la turib, Allohga va oxirat kuniga iymon keltira turib, bu jiddiy jahdning 100dan birini ham qilmay, Allohning mag'firatini va jannatni umid qilib o'tiribman. Umar ibn Xattobdan Alloh rozi bo'lsin. U kishi aytadi: "Meni kofirning matonati va mu'minning ojizligi ajablantiradi. Ha, ummatimizning har bir avlodi ilm olishga, da'vatga va Alloh yo'lidagi jiddiy jahd qilishga vaqt va kuch sarflashlari kerak. Sahobalar, tobiinlar va ularga ergashgan hadis imomlari, faqihlar va mashhur qo'mondonlar singari biz ham o'z zamonamizning talablariga javob bera oladigan bo'lishimiz kerak. Ummat foydasi uchun qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarimizni ishga solishimiz zarur." Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.